Mana umid qilsam bo'ladimi? Radarga tushkim kelyapti. Jarimasi bo'lsa ham. Nilfarxon, siz lekin hali uzoq o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak ekan. Novichok ekansiz. Qiladigan ishlaringiz rosa ko'p. Ana kichkina profillarni ham ko'ring deyishayotganiga sizni profilingizni razbor qilib beraman. Qolganlar siz bahona hamma o'zini xatosini ko'rib olsin. Juda ham kichkina xatolar o'zi bularni sanab berishi o'zi noqulay. Birinchisi bu yoqda bio juda misol tushunarsiz bo'lgan. Bioni maqsadi bo'lsin, siz o'zi kimligingizni, tajribangiz qanaqaligini, sizni nimaga kuzatish mumkinligini tushuntiradigan mana shu 3 ta savolga javob beradigan bio bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa qilib yozishingiz kerak. Keyingisi profilni оформленияsi. Aktualniyli, lichniy profilda mana bunaqa qanaqadir rasmlarni keragi yo'q. Bu narsani o'zingizni живой rasmingizga o'zgartiring. Va videolarning ustidagi obloshkalar. Bu narsalar mana bunaqa rasmlarni qo'yib qo'yish yoki mana bu narsalar profilni bug'adi. Bilingki, obloshka videoni topga chiqishidagi eng muhim ingrediyentlardan bittasi. Obloshka qanchalik привлекательный bo'ladi, videongiz topga chiqadi. Qayerda ko'rinadi bu, qanaqa ko'rinadi desangiz, mana bu yerda lupa bor. Lupaga bundoq kiradigan bo'lsangiz, mana mashitda kim qaysi odam o'ziga jalb qila olsa, o'sha odamning videosiga kirib yoki rasmiga kirib odamlar ko'radi va bu joydagi asosiy instrumentdan siz mana bunaqa foydalanasiz. Kim bu videongiz ustiga mana bunaqa nomni rasmini ustini qo'yib qo'ygan videongizga kirib ko'radi? Bo'lmaydi, bu ishlamaydi. Buni привлекательный qilish kerak. Eng zo'ri qanaqadir tabiiy rasmlar eng zo'ri hisoblanadi. Uchinchisi, videoga olishi va uni montaj qilishni o'rganing. Buni o'zim qolib tajribada o'rganib olaman desiz, o'rganasiz, faqat ko'proq vaqtingiz ketadi. Qanaqadir darslar bo'lsa, 15 kun, 1 oy ichida o'sha bu skillni olasiz, ancha vaqtdan yutasiz va ishingiz sifati sразу o'zgaradi. O'shaning uchun dars olishdan qochmanglar. Keyingisi bo'lsa, sotish mumkin bo'lgan bu narsani o'ylashingiz kerak endi. To'g'ri, hozir o'zi подписчиkingiz unaqa ko'p emas, paket juda anaqa qilmang, lekin o'ylab qo'yib, o'shanga hozirdan tayyorgarlik qilib ketganingiz ancha afzal bo'ladi. Endi boshlaganlar eng katta bo'ladigan muammo kontentga g'oya yetishmaydi. Qanaqa kontent qilishni, o'zi g'oyani qanaqa qilib realizatsiya qilishni bilishmaydi. Bizada 4-5 yillik tajriba bor va qanaqa ishlayotganimiz, bugungi kunda eng zo'r ishlayotganini katta YouTube'ga video darslik qilib joylab qo'ydim. Video darslik bepul. Video darslikning linkini olmoqchi bo'lsangiz, shu videoni kommentariyasida ideya so'zini yozib qoldirib, direktizmda tekshirsangiz, linkini avtomatik yuborib qo'yamiz, foydalansanglar bo'ladi. Bu videoda o'zingizni ham xatolaringizni ko'rgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib, qo'llab-quvvatlashingizni esdan chiqarmang. Rahmat.